Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun osimiz Royal Piago holatini ko'ringlar, o'ta go'zal. Stolda oladi mevani, asosan bargin tagida ko'rinmaydi mevasi. Mana mevasini ko'ringlar, o'zlikda baho beradi do'stlar. Buni ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganmiz, ildizi achchiq olcha payvand qo'ygan holatda bor. Mana do'stlar. Bargin tagida uncha ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin nihoyatda ko'p mevasi. O'zini 100% yaratadi, eng yirtakina Royal Piago ko'chatlarga zakaz qilasizlar. O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga ko'chatlarni yetkazib beramiz. Bog'ning umumiy holatiga bitta o'zingizlar baho berasizlar. KGB usulida 4 litrli 5 litrli tayyorlangan bog'. Mana o'rtalar. 4 litrli 5 litrli qilib KGB usulida tayyorlangan bog'. Ko'chatlarga zakaz qilasizlar do'stlar. O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga ko'chatlarni yetkazib beramiz. Bog' qilish xizmatlari ham bor. Bundan tashqari yana boshqa sortlarimizdan ham mavjud. Aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videolarga like bosishni esdan chiqmasin. Mana holat. Bugungi chislimiz 26-yil 10-aprel sanasida olinayotgan video.